Hammaga salom, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun 6-iyun 2025-yil. Rusovskiy vaqti bilan soatimiz 7:30 bo'lyapti. 7:30 bo'ldi soatimiz. Bugun 6-iyun Qurbon hayiti. Bolalar namozga ketgan, qolganlar uxlab yotibdi. Choy ichganlar choy ichdi. O'shanga bugun ishga kechroq chiqyapmiz. Mana materiallar, pomidor shunaqa qilib o'ralgan. Ko'rinayotgan bo'lsa mana akrilga tegib qo'ygan pomidorlar. Mana shularni pomidorlarni ochib chiqdik. Holatida mana ochilgan pomidorlarni holati materialga tegib ba'zi joylar zaholanib ham qolgan ekan. Simga materialga qilib mana bunaqa qilib o'rab chiqyapmiz. O'rab chiqdik, to'g'ri taxlandi. Bugun havo ochiq. Endi buni yomg'ir o'tmaydigan pana joylarga tashlab chiqamiz. Ya'ni skladga bosiladi. Hozir mana shu yerda meni yo'lim bor edi. Shu yoqqacha pomidor. Undan iyagida ham yana dalshi bor. Pomidor. Heinz ismini qo'ygani pomidor sortlari. Keyin yana cherrymi shunaqa navlar bor edi. Pomidorlar gullab qo'yganlar ham bor. Pomidorda shuncha pomidor. Shu joyga kelgan ekanman, adashmasam. Mana gullagan pomidorlar. Gullab qo'ygan. Ichidagi akril materiali ochildi. Endi menimcha asalari kelib changlatsa, meva tuyib bo'lsa kerak. Hozir bu yerda shunday ish ketyaptiki, hop, mana pomidorning shoxi bo'lsa, mana bitta pomidor, bir tup pomidordan nima sindirib tashlanyapti tagidagi. Bu ham singan ekan. Bu ham singan. Nima ham chali yo'q. Tagidagi o'tlari bilan qo'shilib sindirilyaptilar. Gujosa hech olmaganda yo'q deganda ikkita yon shoxlari olib tashlanyapti. Bundan maqsad, ko'zlangan maqsad pomidorlarni mayda bo'lib qolishini oldini olar ekan. Mana bir pomidor shundan mana bu joyda shoxni, yon shoxlarni joylashiga qarab ko'p bo'lsa 3 ta, bo'lmasa 2 ta yon shoxini qilib tashlanmoqda. Ish jarayoni mana shunday davom etmoqda. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.